Tashakkur ustoz. Rasululloh alayhissalatu vassalomga qaysi salovatni yo'llasak, u zotni bir xursand qilgan bo'lamiz, shu haqida ham aytib o'tsangiz. Xo'p, Abu Sa'id al-Khudri radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Bin Sa'd degan bir sahoba Rasululloh sallallohu alayhi oldlarida o'tirganda siz bergan savolni berdilar. Ya Rasululloh, Alloh taolo bizga sizga salovat aytishlikni amr qildi. Biz qaysi salovatni aytsak yaxshi bo'ladi? Qanday salovat aytaylik dedilar. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ancha sukut saqlab qoldilar. Sahoba aytadilarki, shu savolni bermasa yaxshi bo'lardi. Rasulullohni hijolat qilib qo'ydik. Keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, Allohumma solli ala Muhammadin va ala ali Muhammad kama sollayta ala Ibrohim va ala ali Ibrohim innaka Hamidum Majid. Allohumma barik ala Muhammad va ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrohim va ala ali Ibrohim innaka Hamidum Majid. Mana shu salovatlarning sayyidi hisoblanadi. Bu namozimizda tashahhuddan keyingi o'qiydigan salovatimiz. Eng afzaliyati shu. Bo'lmasa har qanday salovat jumlasi bor. Ustozlarimizdan, buyuklarimizdan jumla o'laroq keltirilgan ishlataversin. Shu o'rinda bir yuqorida aytganimdek solih tush. Ya'ni hukm ma'nosida emas-ku, solihlarning tushi borasida bir Allohning muttaqi bandasi Rasulullohning ziyoratiga boradi, haj mavsumida. Ravzada o'tirar ekan uxlab qoladi. Va tush ko'radi. Tushida Rasulullohni ko'radi. Ya Rasululloh, qaysi salovatni aytsam xursand bo'lasiz deydi. Payg'ambarimiz aytadilarki, Shomga bor. U yerda Shamsu Sham bor. Ya'ni Shomning quyoshi. Har bir buyuklarda o'zini bir laqabi bo'lgan, ya'ni buyuk ma'nosida. Badruddin al-Hasaniga bor. O'sha aytgan salovat menga yoqadi dedilar tushda. Bu inson Shomga borib Badruddin al-Hasaniyni topadilar. Qarasalar masjidda dars berib o'tiribdilar. Shunda aytadilarki, "Hazrat, men haj qilib kelyapman. To'g'ri, sizning huzuringizga kelyapman. Men tush ko'rdim." Tushimda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Shamsu Shamga bor dedilar. Surishtirdim, so'radim. Badruddin al-Hasaniy siz ekansiz. Siz bir salovat aytar ekansiz. Shuni Rasululloh yaxshi ko'rar ekanlar. Iltimos bizga shuni o'rgating dedi. U zot boshlarini egib ancha yig'ladilarda, keyin boshlarini ko'tardilar. Allohumma salli ala sayyidina Muhammad, an-nabiyil ummi, al-habibil mahbub, al-alil qadr, al-azimil jah va ala alihi va sahbihi va sallim. Men aytadigan jumlalar shu dedi. Hali inson butun hammaga shu salovatni aytib chiqqan. Bu solih bir insonning tushi. Men aytaman, bu hadis matni emas. Buni aytmagan inson gunohkor bo'ladi deb ayta olmaymiz. Lekin ba'zida buyuklarni, valiyullohlarni, Allohning do'stlarini, Alloh taolaning shunday bizga ibrat qilib qo'yadi va buni o'sha Badruddin al-Hasaniyni bu salovatni aytganlarda shogirdlari o'tirgan. Shogirdlari bu rivoyatni bizga yetkazgan. Ustozimizda shunday bo'ldi, biz ko'zimiz bilan ko'rdik. Bir inson Rasulullohni tushda ko'rganini aytdi. Salovatni so'raganda ustozimiz shu salovatni aytdi. Biz ham shuni o'zimizga odat, virt qilib olganmiz deganligini biz ko'rganmiz. Shu uchun bizni ko'rib turgan barcha mo'min musulmon aziz birodarlarimizga aytmoqchi bo'lganimiz, mayli qaysi bir salovatga odatlangan bo'lsalar, shu salovatni aytishlikka muhabbat bilan ruju qo'ysinlar. Inshaalloh bu dunyoda ham, oxiratda ham buni manfaatini ko'radilar.